Mashal 15 daqiqaki baribir o'sha hisobni tenglashtirishga o'ynayapti. Jamoa kurashda ikkinchi taymni nisbatan yaxshi o'tkazyapti, baribir tan olish kerak, dastlabki 45 daqiqa bilan solishtirganda. Chap yo'nalishda boshlangan hujumni o'ngga ko'chirib olishdi va bu yerdan endi ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'llanishi mumkin. Faqat mana imkon, zarba yo'llash zarur. Uzatma bilan davom ettirishdi va gol! Mashal hisobni tenglashtirmoqda va Islombek Baratov gol muallifi. Kombinatsion gol, ochiqmen zarba bo'ladi deb bir necha mana shu hujumning bir necha soniyasida kutdim, ammo ular oxirigacha olib borib kerak nuqtada zarba yo'llashdi va muvozanatni tiklashmoqda. Qoyil. Aytdim o'zi 15 daqiqa Mashal harakat qildi, kurashdi va maqsadiga erishmoqda. Endi Bunyodkorni kuzatish qiziq bo'ladi, qanday reaksiya beradi. Abdunabiyev hozir mana takroran ko'ramiz. Markazdan kirishdi, kombinatsiya, mana bunday uzatma va oxir-oqibat zarba. Sal hujumning keyingi fazidan ko'rsatishyapti. Humoyun Murtozoyev uzatma muallifi edi dastlab, keyin esa